Diqqat qiling, favqulodda tezkor yangilik. O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab pensiya bo'yicha kutilmagan o'zgarishlar bo'ladi. Barcha fuqarolarimiz tezda videoni o'tkazib yubormasdan xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos qilgan bo'lar edik. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring va ko'rish davomida like tugmachasini bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Yangi qaror O'zbekistonda 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab yangi toifadagi fuqarolarga ham har oylik parvarish nafaqasi tayinlanadi. Ushbu parvarish nafaqasi kimlar oladi? Endi 18 yosh va undan katta bo'lganlar chuqur darajadagi aqliy zaiflik tashxisi qo'yilgan shaxslarni parvarish qilayotgan qonuniy vakillariga har oylik parvarish nafaqasi beriladi. Ushbu nafaqa 18 yoshgacha bo'lgan nogironligi bor bolalariga parvarish qilayotgan qonuniy vakillarga to'lanadi. Nafaqa miqdoriga teng qilib belgilangan. Bu esa ko'plab oilalar uchun muhim ijtimoiy yordam hisoblanadi. Yangi qarorga ko'ra, muruvvat internat uylari, g'amxo'rlik markazlari deb qayta nomlanadi. Shuningdek, vakolatli agentlik huzurida nogironligi bo'lgan shaxslarga ijtimoiy xizmatlarni muvofiqlashtirish markazi tashkil etilib, bu markazlar orqali ijtimoiy xizmatlar, reabilitatsiya, parvarishlash tizimini yanada tizimli tashkil qilishi kutilmoqda. 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab parvarishlash nafaqasini oluvchilar soni kengaytiriladi. Yangi ijtimoiy xizmatlar joriy qilinadi. Muruvvat uylari g'amxo'rlik markazlariga aylantiriladi. Reabilitatsiya va mustaqil hayotga tayyorgarlik kuchaytiriladi. Bu o'zgarishlar nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning oilalarini qo'llab-quvvatlash muhim qadam hisoblanadi. Do'stlar, ushbu yangiligimiz boshqa fuqarolarga ham yetib borishligi uchun like tugmachasini bosing, kanalimizga obuna bo'ling, videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.